Vah, vah. Ayasi. Hech 37 yoshga kirganga o'xshamaysiz. Go'zalsiz. Tug'ilgan kuningizga yangi mashina sovg'a qilmoqchiman. Yo'q. Kerak emas. Kerak, ayasi. Kerak. Meni Akmalboy degan nomimga sizni mana bu shamroq arabangiz yarashmayapti. Sizni Akmalboy degan nomingizga bitta singlingizni ikki qat holida ijara yurishi yarashyaptimi? Tushunmadim. Albatta tushunmaysiz. Hozir singlingiz qayerda yashashini bilasizmi? Yo'q. Qayerda ijarada yashashini bilasizmi? Oxirgi marta Malikani qachon yo'qladingiz? Ishim ko'p-ku. Singlisini yo'qlash, qarindoshlarga siylay rahim qilish birinchi navbatda qilinadigan ish emasmi? Xullas, men bilmayman. Bugunoq, yo'q, hoziroq Malikani yo'qlab boramiz. Mayli. Menga yangi mashina olib beraman deb mo'ljallab qo'ygan pulingizni ham olib chiqing. Albatta. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Bormisiz aka? Kelinglar. Rahmat. Yuribmiz, yaxshi. Bu Kiring. kuyov bola yo'qmi? 7 oy bo'ldi-ku aka. Rossiyaga ishlagan ketgandilar. Kiringlar. Malika, bizga yordamingiz kerak edi. Bir joyga o'tib kela olamizmi? Mayli, jonim bilan, faqat choy ovqat Borsak yaxshi bo'lardi. Voy, choy ichmadinglar. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mirjon aka, Akmalboy aka. yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat. Akmalboy aka, bizga nima xizmat? Shu deng keliningiz juda kambag'al parvarda. Yonida o'tirgan ayol ishxonalarda ishlaydigan farrosh. Uy yo'q ekan. Dadasi uy olib bersak dedi. Mayli dedik. Bir xonami uy bersangiz bo'lib to'lash imkoniyatimiz bor-a? Bor. Yaxshi. Va bu ayol nomiga rasmiylashtirsak. Ma'qul. Barakalla. Sizga o'xshagan saxovatli boylar ko'paysin. Rahmat. Baraka toping. Juda yaxshi ish qildingiz. Tushunmadim. Bir xonali bo'lib to'lashga menga nima mashina sovg'a qilmoqchi edingiz? Endi Kechirasiz. Shu shartnomani o'zgartirsa bo'ladimi? Albatta, opajon. Qo'qon City'ning eng yaxshi joyidan bo'lsin. Bir xonali emas, 3 xonali bo'lsin. Bo'lib to'lashga emas, naqdga hoziroq 100% to'lov qilamiz. Siz topshirasiz. men qanday topshiraman? Topshirasiz. Malika. Malika. Mana shu uyni kelin nomidan sovg'a sifatida qabul qilasan. Kimlarga? Va bitta narsani bilginki, seni akang iflos. Lekin keloying tilla.
Nega yig'laysiz? Bugun tug'ilgan kunim-ku. Tabriklayman. Buyursin. Mendan rozi bo'ling. Nega unaqa deysiz? Bir paytlar akamga sizni yomonlik. Hammasi joyida. Hammasi joyida.